Hoji Ahrori Vali oldilariga Abdurahmon Jomi. Hoji Ahrori Vali madrasada 2 yil o'qigan ekanlar. Abdurahmon Jomi 40 yil o'qigan ekanlar. Lekin Hoji Ahrori Valiga murid ekanlar. Bir kitobni hech tushunmabdilar-da. Juda qiyin kitob ekan. Hoji Ahrori Vali ham juda katta olim bo'lgan ekanlar. Oho. Ayniqsa Allohga muhabbat boblari bor ekan, o'qish kerak. Bir Xudo xolisa aytib beraman. Hoji Ahrori Vali Samarqanddagi madrasa bor-ku hozirgi, Ulug'bek madrasasi. O'sha yerda kelibdilar. Hazrat debdilar, men mana bu kitobni hech tushuna olmayapman desa, kitobni yoping debdilar. Yoping kitobni debdilar. Yop. 100 marta istig'for ayting debdilar. Astagfirulloh ayting. 100 marta tahlil ayting debdilar. La ilaha illalloh. 100 marta salovat ayting debdilar. Aytibdilar. Oching endi kitobni debdilar. O'qing deb, o'qing. Tushundingizmi desa, tushundim dermishlar. Tushundilar, ko'rdinglarmi? Tushunmaydigan narsani tushunib olasiz istig'for bilan. Kecha bir yigit kezi kelganda aytib qo'y, "Umma ishim yurmadi" deydi. Qizi homilador bo'lmabdi 5-6 yil. Uzatgan ekan. Xullas mushkullarning ustiga mushkullar tushib yuribdim, Shayx hazratlarining oldiga bordim deydi. Alloh rahmat qilsin kishini. Qalab turdilar-da, 40 mingta istig'for ayting debdilar. Har kuni 1000 tadan aytsangiz 40 kun bo'ladi debdilar. Subhanalloh deydi. Yarim soat ketadi-da. Astagfirulloh va tubu ilayni har kuningiz bomdodda etdim, bomdoddan oldin eting. Vaqtingiz bo'lsa aytavering, shomdan keyin eting debdilar. Yig'lab aytib beryapti, kecha keluvdi. Xudoning qudrati 40 ming aytganimdan keyin o'sha kuni hamma ishim joyiga tushib keta boshladi va qizim homilador bo'ldi, mana nabirali bo'ldi deydi. Subhanalloh.